Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Yaxshimisizlar, kengizlar? Tinchmisiz? Yaxshi, rahmat. Bor ekan o'zbeklar bu nimada? Chat ruletkada? Ha, chat ruletkami, pulchi deysizmi? Polcha deysiz. Qayerdansiz aka? Men Qashqadaryodanman. Nima qilasiz? Nima qilib o'tiribsiz kech bo'lganda? Aka biz endi aytsak kriminal bo'lib ketadi-da. To'g'risi-da. Ashula eshitasizmi aka? Ashula endi eshitamiz, endi eshitib turamiz ashula, lekin o'zbekcha qo'shiqlar eshitamiz-da biz. Ani o'rischa, modern tolqinlarning qo'shig'ini eshitmaymiz. Yo'q. Bitta ashula chiqyapti bizaniki. Qayerdan? Qaysi zavoddan chiqyapti? Shu Toshkent zavodidan chiqyapti. Ya, radioda ishlaysizlarmi? Yo'q, radio emas. Aka bu prank emasmi? Yo'q, prank. Yo'q, aka, nima deyapsiz? Prank qilmang, lekin aka yozib yuboraman. 8 ta ruchkam bor. Har xil svetdan bor, aka yozib yuboraman. Yo'q, prank emas bu aka, prank emas. Ashulamiz chiqyapti. Eshitib ko'rasizmi? Eshitsak eshitaveramiz. Baho berasizmi? Bahoni men beraman mana. Yaxshi. Eshitamiz aka. Qani sandagi bor, nima farqi bor? Agar yiqilsak, kimniki xato, kim aybdor? Sen uchun juda oson, o'zi seni uchirgan kunni bilardim bir monitor. Tunlarim medor, seni to'rt tomoni qibla. Uchta monitor, jonim так живи, как жила. Hammasi oson, sen uchun yana meni aybla. Gapim oxirgi, не судьба, jonim, не судьба. Mayus, ko'zlaringda o'zga yuz. Taqdirim masdir afsus. Sen bir tomon, men bir tomon. Bas keragidir yo'q, yo'kida nafas. Shunaqa aka. Nima deysiz? Men nima deyman sizlarga? Ilohi amin. Barakalaringizni bersin. Ilohim milliard prosmotrlar yig'inglar. Eshitadiganlar trillion bo'lsin. Ilohim omadlaring bersin. Amin. Endi qo'shiqqa kelsak. Qo'shiq nima desa bo'ladi? O'zbekchaligini o'ziga 10 baho. Yaqinda o'lib ketgan hofizlar behuda o'lib ketmagan. Bundan keyin non topolmaymiz biz deganda. Bilmanglar akalar. Men bahoni beryapman. Qiziq gapir. Sizlar men tilimga kulyapsizlarmi? Yo'q. aka. Shu qo'shiqqa вообще 5. Серьезно. Yaxshimi aka? 5 ta 5. Yaxshi emas, zo'r bu-da. Men hammasini eshitmadim, lekin nima deydi? Bir quloqqa yoqadigan qo'shiq bo'lganda, men ham ovozi sal pastroq ekan. Yana bir marta qo'yib yuboraylikmi? Yana bitta eshitsak zo'r bo'lardi. Birdan keyin ikki yaxshi ketadi. Tak, ikkinchi anaqa variant. Kupletmi? Da. Bering. Oynaga qarab ko'zim xuddi diamond. O'zimni tan ololmayman. Nahotki har bitta gapingga indashayman. Raqaming bugun ochiq, это не случайность. Bo'ldi degan burma. O'char.